Assalomu alaykum. Humoyun Ustoz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli yurtdoshlar, kanalimiz obunachilari, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, sog'misizlar, salomatmisizlar. Aziz yurtdoshlar, yana bir faizli xonadonga zakaz bo'yicha zamonaviy uzum tok tayyorlab olib kelib, chiroyli qilib mana ustanovkasini qilib berib tugatdik. Albatta videolarimizni oxirigacha ko'rsalaring. Xonadoniga uzum tok naves qo'ydirish niyatida yurgan aka-ukalarimiz, yurtdoshlarimizga kerakli, foydali bo'ladigan ma'lumotlarni berib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Shunaqangi ishlar kerak bo'lsa, videolar yoqsa, ekran ostida nomerlarimizni qoldirib o'tamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab. Hurmatli yurtdoshlar, bu uzum tokimizni Samarqand viloyati Urgut tumaniga olib kelib ustanovka qilib berdik. Bu uzum tokimiz 100% profil temir mahsulotidan tayyorlandi. Videoni oxirigacha ko'rsalaring, o'rnatgan uzum tokimiz bo'yicha to'liq materiallar, narx-navosi bo'yicha ma'lumotni berib o'tamiz. Uzum tokimiz aziz yurtdoshlar, uzunasiga 18,5 metr razmerda bo'ldi. Ko'rib o'zlaring baho berasizlar, juda ham chiroyli holatda chiqdi. Eniga uzum tokimiz 530 cm razmerda bo'lgan. Endi bir qator materiallarini, ma'lumotini berishni boshlasak, stoykalari mana ko'rishlaring mumkin. 8 ga 8 lik 2 lik stenali profilda qilingan. Mana 1 metr pastiga, tumba qismiga chiroyli qilib 1 metrlik gulli tumbalarni qo'yib berilgan, albatta zakaz bo'yicha. Va mana shu xori qismi ko'rib turibsizlar, burchakdagi gullari lazerli variantda, 2 lik listda lazerda chiroyli qilib gul o'ydirib, zamonaviy variantda qilib ishlab berganmiz. Endi asosiy bir uzum tok baquvvat turishida bir katta ahamiyatga ega narsa ko'rishlaring mumkin. Mana shu xorilar firmalari, bu firmalarni ham orasini 1,25 cm danga tashlab, 3 lik profil, 1,7 lik stenali qalinlikdagi profildan foydalanib chiroyli qilib ishlab berganmiz. Va mana shu oralariga hurmatli yurtdoshlar, 10 lik gilatka deyishilgan es gullarni qo'yib, o'rtalariga chiroyli gulchalarini qo'yib, tillarang svetga bo'yab, bitirib, xudo xohlasa o'rnashtirib berdik. Va tepa qismiga aziz yurtdoshlar, har 50 cm qismiga mana ko'rishlaring mumkin. Tepadagi firmani har 1 metrga bo'lib chiqqanmiz palichka qo'yib, mana shu palichkaning tepasiga bitta, mana bu gulni o'rtasiga bitta qilib, shu har 50 cm ga bo'lib, guliga gulini to'g'rilab, chiroyli qilib bularni ham tepadagi 3 ga 2 profillarini ham o'rnashtirganmiz. Endi bu uzum tokimiz nafaqat uzum tok yoki ustunda xohlagan paytda, xohlagan joyda imkon bo'lganda lekson yoki tunuka bilan qatirib, naves sifatida ham foydalansa bo'ladi. Mana shu joyga 120 kvadrat, 130 kvadrat naves ketadi. Albatta tunuka ketadi. Tunukani olib keltirib, chiroyli qilib, xohlagan payt qatirib olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Baquvvat qilib, hamma tomonni hisobga olib yasalgan. Rangiga to'xtalib o'tsak endi hurmatli yurtdoshlar, rangi mokriy asfalt svetda gruntovkalarini sepib, hammer kraskadan shu zanglamaslik uchun, yog'ingarchilik boshqada yaxshi turish uchun hammer kraskadan foydalanganmiz. Bu uzum tokimiz общий summasi aziz yurtdoshlar 1 kvadrat metri kelib o'lchab ketish, olib kelib ustanovka qilib berish, temir mahsuloti, xullas mana shu uzum tokka ketadigan jamiki mahsulot, xizmat haqi ichida 1 kvadrat metrini 240 ming so'mdan Samarqand viloyati Urgut tumaniga olib kelib ustanovka qilib berdik. Bemalol shunaqangi xonadoniga zamonaviy naves uzum tok qildirish niyatida yurgan aka-ukalar, ekrandagi nomerlarimizga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xohlasa xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab. Aziz yurtdoshlar, ishlarimiz yoqsa bittadan like bosib, videolarimiz kengroq tarqalishi uchun oshna-og'ayni, do'stlar Telegram gruppalariga podpisa qilib qo'yishni unutmaysizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.